Demak, zinaga chiqishning usullar sonini topishga doir demak, sizlar bilan qiziqarli savolni yechimini nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Bu yerda savolda aytilgan 9 ta nima bor? Zina, 9 ta zina. Unga biza bitta yoki ikkita qadam yoki 3 ta qadam bilan chiqib bilar ekanmiz, ha? Va birinchi qavatdan to 9-qavatgacha oraliqda chiqib necha xil usulda bu ishni amalga oshirishimiz mumkin. Shu bo'yicha gaplashamiz hozir. Qarang. Buning uchun dastlabki 3 ta katakka, dastlabki ya'ni 3 ta zinaga necha xil usulda chiqishni hisoblab olsak. Sabab birinchi, ikkinchi, uchinchi zinalar birdaniga qaysi zinaga boradi? 4-chi. To'g'rimi? Sababi 3-chi zinadan bitta sakrab 4-chi zinaga borib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Xo'p, birinchi zinaga necha xil usulda demak chiqishimiz mumkin? Bir xil. Sababi bizda bitta, ikkita yoki 3 ta sakrashimiz mumkin edi. To'g'rimi? Buni mantig'ini o'rganib olsanglar juda oson ketadi. Mana bu yerda 1 yoki 2 deb berilgan edi. Lekin biz buni 1 yoki 2 yoki 3 dedik, to'g'rimi? Ya'ni biza 1 yoki 2 yoki 3 dedik, ya'ni undan oldingi 3 tasini qo'shamizda keyingi zinaga necha xil usulda chiqishni hisoblab ketaverar ekanmiz. Mana shunaqa qonuniyat bor-da bu yerda. Как Fibonacci sonlarga o'xshab ketadi, hozir ko'rasizlar. Xo'p, qaraymiz. Ikkinchi zinaga necha xil usulda chiqish mumkin? Ikkinchi zinaga 2 xil. Sababi 1 qilib va bitta 2 qilib, to'g'rimi? Boshqa chiqa olmaymiz, 2 xil deylik. Xo'p, uchinchi zinagacha. Uchinchi zinaga e'tibor bersanglar. 1 keyin 1 2 1 bitta 3, to'g'rimi? Necha xil ekan? 4 xil. Demak, qaranglar, buni yozib olamiz. 1 2 boyaga o'xshab jadval qo'yib yozib olamiz. Xo'p. Hammasi zapis bo'lyapti, ha? 6 7 8 9. Demak, bunga bizda yozib olamiz. Tepani nima deb yozamiz? Zina soni. Zina, buchi usullar soni. Usullar soni. Demak, jadval qilib olsanglar, keyinchalik qanaqa qonuniyat ketayotganini demak bilib olasizlar mana. Ko'p narsani o'zi jadvallashtirgan yaxshi. Jadval nima uchun qilinadi? Jadvalda qonuniyat topish uchun qilinadi asosan. Demak, bunda 1 xil, 2 xil, bunda 4 xil. Bunda necha xil? 7 xil bo'ldimi? Nima uchun? Oldingi uchalasini qo'shamizda, demak 4-chiga chiqa olamiz. 4 ga qaranglar, biz 7 ga chiqish uchun qaysi undan oldingi 3 tani qo'shamiz? Mana 4